Assalamu alaykum, to'rdoshlar. Yaxshimisizlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun men Abduveli Yasin temasida azroq to'xtalib o'taman, ham maslahat bergash, ham xulosalab o'tay dedim. E, Bu yil 6 ayning 22 kuni Abduveli Yasin doktorxonada yotdi. Yatqandan keyin jiq ishlar bo'ldi, davolanish bo'lsin. Andan keyin bu balaning keynidan shu doktorxonalarga telefon urib, avarchilik uchrab, advokat taklif qilgan ishlar bo'lsin. Bu jiq ishlardan keyin bu balaning ahvolida o'zgarish bo'lib, shu ayning 9 kuni atiganda men chiqib ketkim bor deb degan doktorning maslahati bilan o'zimni nima qilmayli o'ltiribla 6 ayning 9 kuni atiganda shu doktorxonada yetishning oldida turgan Abdul Aziz oilasiga bag'isi kelib qolibdi. Bag'isi kelgandan keyin boshqalarni demay shu Abdul Azizni uyga borma debdi. Ha deb u balani shek apirib qo'yib turdi. Hem 2 haftalik kuzatish bu balaga dorilar var. Ko'p xil dorilar var. Shu dorilarning reseptlik dorilarning hammasini qo'liga tutqizib 2 haftalik kuzatish tariqasida shu balaning uyida turyotdi hozir 9-yillardan boshlab shu uyda turdi. Bu jarayonda biz 3-qatimliq sug'urtani to'ladik. Sug'urtani to'lashdagi maqsad 1 yillik hamdachu davolash ko'p bosqichliq. Bir qatimdan keyin yana biroz tishida turib, undan keyin yana davolanib, shunday qiladi ekanda. Shuning uchun bu sug'urta bo'lsa yaxshiroq bo'ladi degandan keyin biz 1 yillik sug'urtani har oyda to'lasak bo'ldi dedik. Har oydagi 15 kunidan ilgari to'lash kerak 1300 TL. Lekin advokatnimi cho'qim uzun muddatli ishlatayli deb qaror qildik. Do'stlar ara shuni maslahatlashdik. Uni har oyning 10-kuni biz hamda bir navbatda to'lab o'tamaymiz. Shuni har oyda to'laydigan qilib parchalab to'laydiganni o'ylashdik. Andan keyin shu doktorxonaning hisoboti sug'urta elishning oldidagisi bo'lsin yoki sug'urta ko'taradigan qismidagi dorilar, ko'tarmaydigan qismidagi dorilar deganlarni hisobotlari shu oyning 17-kuni chiqadi. Andan keyin uni cho'qim to'rga chiqarib qo'yman deb o'yladim. Undan keyin biz maslahat bilan bir uyni tutib turish degandekni o'ylashgan aslida. Lekin bu bolaning hamda turaqli holatdami yoki qandoq deb o'ylab sanatoriyada turishni bir qancha turk qarindoshlar maslahat bergan to'g'rida bu ish bilan munosabat yo'q odamlar maslahat berganda bolalar bilan deyishsam ada shundoq qilganimiz yaxshiroq bo'larmi tomoqlarnimi o'rinlashtirib qilgandan keyin shu sanatoriya yaxshiroq bo'larmiki ba'zan muhitdan chiqib turish yaxshi bo'larmiki dedi. Shuni uni maslahatlashib bir kishi bilan so'zlashyapmiz. Bugun Cuma namazıga badi bu bala. 6 ayning 9 nima 6 ayning 22'si chiqib, yetib doktorxonada undan keyin maya qaytirib kelib doktor mashinasi mana ma ayning 9-kuni shu Abdul Azizning uyiga apag'andan boshlab taratilib normal namoz o'qib, andan keyin bakiliq burunqidek tepchaklab turadigan holatlar yo'q. Qarallik dorilarni ichirib qilyaptimi deb chunki yezib turish kerak u bola yezib qilyotidi kunda paranglashib turyapmiz shuningga ahvollarda yaxshi ilgirlash bo'lganligini his qildik chunki o'zini azoblaydigan o'zini uradigan o'zini yaralantirib oladigan ishlar andan keyin boshqa odamga bak avorchilik tepadigan ishlar asosiyatdan ko'rilmayotidi dedi onu yezib men dedim ishdan ko'ngilni igizbas qilib qo'ydigan u ahvollarmi yo'q ko'rilmabdi. Shuningga o'ylab qoldim hamda hamma mush bola ko'yinayotgan bolalarga tavsiyarim agarda mumkin bo'lsa shu sug'urtaning pulini kimning navbat bilan to'lagisi bo'lsa to'lasak bo'ladi.
Biz doktorxananınki pulini özümüz qildik. Oldidagi qismlarini qilib mangan. Bir odamga boqqili bersakmi, cho'qim shu uyninki hamda ahvoliga qarab iqtisodiy jihatdan yordam qilishimiz kerak deb o'ylayman, chunki u akasi emas yo inisi emas. Mau balni hozir yaxshi o'rinlashtirib qo'ydik. Ada o'zi xalab, meni xalagan bo'lgandan ishigim uchuq. O'zi xalab kepti, kulib ketdim. O'zim siz bilamdingiz deb yo'q desam, doktorxonaga telefon ursam, doktorxona voy ash o'zi xalab ashak bağısı ekan. Әмдейлік biz zo'lab turib, bundan nima qilsak bo'lmaydi deb, u yer apirib chash soqollarni elib, pokizlab bir omdan qilib qo'yibdi. Andan keyin bir ishlarni qarish beraymi deydigan bo'pti deb bu o'zgarishlardan xush bo'ldim dedi. Doktorxona degan endi sistemalik shu nerv kasallarga oid bo'lgandan keyin sistemalik davoladida, lekin birinchi bosqich oyoqlashibdi. Mushtaq ish. Andan keyin agarda bir qancha qarindoshlarim menga tizimlatganlar bor. Tizimlatganlarning ichida ba'zilarga xabar qilib qo'ydim. Sizlar nima qilsanglar bo'ladi, murojaatdan yordam qilayli deb. Ba'zan bolalarga endi navbat bek jiq kelib ketdi. Masalan, bir qancha inalarimiz biz necha qatim nima qilsak Alloh yo'lida qildik, lekin bak qatim soni jiq bo'lib ketdi. Endi yanama boshqa bolalar sizlarmi navbatlashinglar dedim. Biz tashkilotga yana birlariga vakillik qilmaymiz, ham tashkilotning ishi bilan chattig'im yo'q. Bu bola sal xotirjam. Doktorxonadan chiqsimi, turmushga yuzlansimi, elə xotirjam falan tashkilot mundaq qilib bergandi, biz mundaq qilib bergandik, oqdi ko'kdi bo'lmasin deb shaxsiy qildik. Allah rizoligida. Shuning uchun har qanday qarindoshlarim, agarda sizlar mushu sug'urtani 15-sizlardan ilgari har oyning 15-i ma oynikini to'layotdik. Har oyninki 15-dan ilgari to'lashni xohlasangiz, men bilan aloqalashsangiz bo'ladi. Shu nomerni deb berman, shuning hisobotiga urvatsangiz bo'ladi, shu sug'urta shirkatini. Andan keyin doktorxonaning masalasidami biz har oyda dori, andan keyin ba'zan narsalar bu bolaga kerakli narsalari bor, turmush rasxoti degandek. Ashuningga ko'ngil bo'lishni xohlaydiganlar bo'lsa, shaxsiy petimcha hech kimni to'rda ismi bilan, yana biri bilan demayman. Uningda xotirjam bo'ling. Ba'zilar so'zlabdi, ada bizning ismimiz chiqib qolmagan bo'lsa deb, hech kimning bir ismi bilan voy mundaq qildi falon davlatda deb demayman. U mumkin emas u. O'zimiz xohlab qildik. Shuning uchun mush bolaninki ishlariga, ahvoliga ko'ngil bo'lganlarga rahmat. Yana davomliq mush bir yil bu bolaning ko'yida bo'layli. Advokatning masalasini shu advokatdan arimayli dedik. Doktorxonada yetish jarayonida shundaq orqadan pichoq tiqqan, yandan pichoq urgan ishlar bo'ldi. Shuning uchun bu ishda shu advokatdan ayrimayli, mayli davolanishda bo'lsin, mayli bir ishlarga peshkanlik uchrash bo'lsin, anarki doktorxon bilan muomalada bo'lsin, bu advokat bek muhim o'rinda turdi Turkiyada u. Anarki iqomat yoki boshqa bir ishlar g'ayrilik bo'lgan ishlar kelganchada mush advokat asqatirga. Shuning uchun advokatdan, sug'urtadan, turmush xarajatidan bu bolni biz yaxshi ta'minlagan bo'lsak deb shu nimada so'zlab qo'ydim. Agar ko'ngil bo'lgangiz bo'lsa, shu sug'urta shirkatining nomerini deb berma. Har oyda navbatlashib to'layli, turmush rasxotini navbatlashayli. Lekin tashkilotlardan qat'iy shu dedim bu keyin mishadan poldiron bo'lib ketmaydigan bir ishga aylanib qolmasin. Bu bolami jamiyatga yuzlanadiganiga ishonma keyin endi bu ochiq xiyollarni unutib keta. Mushu bolaga ko'ngil bo'layotgan, shundoq ko'ngil bo'layotgan mushu Livan Bey apandimga ko'pdan ko'p rahmat. Advokatıma rahmat aytaman. Sug'urta shirkatiga ko'ngil bo'lib qilayotgan shularga rahmat aytaman. Andan keyin turmushidan, hojatidan chiqqan shu Abdulaziz oilasini, shu oq ko'ngil oilaga rahmat aytaman. Shu chiroyli yana kutib oldi. O yerda bo'ldi. Yana ish haftadan keyin yana kirib ketadigan gapga uni yana bir uyini tayyorlab, saramjonlashtirib bo'lib, uni yana tashlab qo'yib o'tmayli, o'z bilan o'z paranglashib o'tamisin. Shuni biz qabul qilamiz dedi, qabul qildi.
Yana bir haftadan keyin yana doktorxonada bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlarim ko'ngil bo'lgingiz bo'lsa, eee, men bilan ayrim aloqalashing. Bumi bir xudolik olam, biz musofirchilikda hamda kim uqidi, qaysi kunlarni qaysimiz ko'rimiz, unimi bilmaymiz. Shuning uchun, mushuni deb qo'yay deb o'yladim. Rahmat sizlarga.